Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun mana bu matematika masala kitobini noldan boshlab o'tamiz. Matematika masala kitobi to'plam kitobimizdan ancha osonroq. Demak, birinchi mavzusi natural sonlar ustida amallar ekan. Natural sonlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Biz aytamiz. Natural sonlar sanashda ishlatiladigan sonlar, natural sonlar deb qoida qilib aytdik. Hop. Masalan, sanashda ishlatiladigan sonlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va hokazo. Aytamiz. Qo'limda nechta marker bor desa, o'quvchi aytadi, ikkita marker bor deydi. Endi mana buni qo'yamiz. Endi qo'limda nechta marker bor desa, bitta marker bor deb hamma aytadi. Endi buni olsak-da, qo'limda nechta marker bor desa, o'quvchi 0 ta marker bor demaydi, to'g'ri? Marker yo'q deydi. Hop. Natural sonlar shunday sonlarki, eng kichik natural son bu 1 hisoblanadi. Eng kichik natural son 1. Hop. Demak, biz natural sonlarni tushunib oldik. Endi natural sonlar ustidan misollar aytamiz. Demak, kitobimizning birinchi misolini yechamiz. Demak, yigirma sakkiz plus 35 plus 22 plus 15. Demak, bu misolni qanday yechamiz degan savol berilsa, hop, bu misolni yaxshilab qaraymiz. Oxiri 5 ga 5 ni qo'shsak 10, oxiri 0 ku chiroyli ko'rinyapti. Bu mana shunday guruh qilib, mana bu ikkita sonni qo'shib, birinchi, mana bu ikkita sonni qo'shib ishlasak ham bo'ladi. Bundan ham javob bir xil chiqadi. Ayrim o'quvchilar, bilmagan o'quvchilarga mana bunday bir qatorda ishlab ketsa bo'ladi. 28 ga 35 ni qo'shadi. Chiqqan javobga 22 ni, undan chiqqanga 15 ni qo'shib ishlab ketsa bo'ladi. Hamma qanday usulda ishlasa ham boshidan oxirini ishlamaydimi, baribir bir xil javob chiqadi. Demak, biz ishlaydigan usulimiz oxirgi raqamlarni 0 qilib belgilab olamiz. Qanday? Masalan, 28 ga 22 ni qo'shamiz. O'sha chiroyli ko'rinyapti. 8 ga 2 ni qo'shsak oxirgi raqam 0 ku. 28 ga qo'shamiz 22 ni. 8 ga 2 ni qo'shamiz 0, bir tilda. 2 ga 4 ni qo'shamiz, 2 ga 2 ni qo'shamiz 4, boyagi bir dildagi bilan 5. 50. Bu tursin. Endi 35 ga 15 ni qo'shamiz. 35 ga qo'shamiz 15 ni. 5 ga 5 ni qo'shamiz 0, bir dilda. 3 ga 1 ni qo'shamiz 4, bir dildagi bilan 5. Hop. Misolimizning 50 chiqdi. Endi yozamiz. 50 plus 5 ga 5 ni qo'shamiz. Oson usulda 5 ga 5 ni qo'shamiz 10. Oxirdagi 0 bitta 0 yozib qo'ysak, necha? 100. Demak, birinchi misolimiz 100 chiqdi. Degan javob. Ne javob degan? Hop. Birinchi misol yechdik, ikkinchi misol shunga o'xshagan. Uchinchi misolni ham shunga ko'rib yechishimiz mumkin. To'rtinchi misol 692 503 minus 243 497 plus 720 0 2.
262 minus 310. Demak, o'quvchiga savol beriladi. Bilmagan matematikada uncha tajribaga ega bo'lmagan o'quvchiga savol berilsa, bu misolni qanday yechadi deyilsa, bundan buni ayiradi. Keyin buni qo'shadi, buni ayiradi. Demak, misolning javobi chiqdi. Demak, undan ham bir xil javob chiqadi. Matematikadan xabari bor boladan so'rasangiz, mana bu ikkitani guruh qilib oladi. Birinchi bundan buni ayiradi. Birinchi bu ikkalasini ayiradi. Keyin buni ayiradi, oxirida chiqqan javobni qo'shib qo'yadi. Endi biz matematikani o'rganganimizdan keyin bir yaxshilab qaraymiz. Uni guruh qilsa bo'ladimi, sherik-sherik qilib oson usulda o'rganish kerak. Demak, tushunarli bo'lish uchun takma-tak usulda hisoblab beraman. 692 503 minus 243 492. Demak, mana bu 3 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi. Mana bu 5 dan bunga bitta qarz keladi. 13. 13 dan 7 ketsa nechi? 6. Endi mana bu yerda 9 qoldi. Chunki bu bunga qarz beradi. Chunki mana bu yerda 9 qolgani uchun 9 dan 9 ni ayirsak 0. Bu bularga bitta qarz bergani uchun 5 ni o'rniga 4 qoldi. Endi 4 dan 4 ni ayiramiz 0. Endi mana bu 9 bunga bitta qarz beradi. Bu shunda 12 bo'ladi. 12 dan 3 ni ayirsak 2 3 9 bo'ladi. Mana bu 9 bunga bitta qarz bergani uchun bu 8 bo'lib qoldi. Endi 8 dan 4 ni ayiramiz 4. 6 dan 4 ni ayirsak, 6 dan 2 ni ayirsak 4. Mana bu javob chiqdi. Bu javobni shunday ushlab turamiz, ishlatmaymiz. Endi mana bu ustunni ayiramiz. 320 0 0 2 minus 362 101. Demak, 2 dan 1 ni ayiramiz. 1. 0 dan 0 ni ayiramiz, foydasi yo'q, baribir 0. Mana bu 2 bunga qarz beradi, bu 10 bo'ladi. 10 dan 7 ketsa 3. Mana bu yerda 9 qoladi. 9 dan 2 ketsa 7. Mana bu o'rnida bunga qarz bu 2, bularga qarz bergani uchun mana bu 2 ning o'rnida 1 qoladi. Demak, endi mana bu 7 bu 2 ga qarz beradi. 11 bo'ldi. 11 dan 6 ketsa nechi? 1 2 3 4 5 6. 5 ekan. Mana bu 7 bunga qarz berdi dedik. Demak, buni oldida nechi qoldi? 6 qoldi. 6 dan 3 ketsa 3 degan javob chiqadi. Demak, mana bu javob chiqdi. Endi mana bu ikkita javobni dedik, biz aytdik, bundan buni ayirib, oxirida hammasini qo'shib qo'yamiz dedik. Endi xo'p, qo'shadigan bo'lsak, oltiga 1 ni qo'shamiz. 7. Bularni qo'shishning foydasi yo'q. 0 ni 3 ga qo'shsak, 3 ni o'zi bo'ladi. Chunki biz ayirmayapmiz, qo'shyapmiz. Agar qo'shsak, mana bu yerda 0 bo'lsa, 3 ni o'zi tushadi. 9 ga 7 ni qo'shsak, 16, biri dilda. 5 ga 4 ni qo'shamiz. 9 boyagi 1 dildagi bilan 10, 0, yana 1 dilda. 4 ga 3 ni qo'shamiz 7. Mana bu 1 dildagi o'lchadida, endi bu yoqqa 8 bo'lib keladi. Demak, bizning oxirgi javobimiz 806 307 degan javob ekan. Demak, bu bizda D javobda turibdi. Hop,
Bugungi mavzumiz shulardan iborat. Qolgan misollar o'zi mavzumizda 6 donagina misol bor ekan. Juda oson. Buni o'zimiz ham yechaveramiz. Xo'p, bugungi mavzumiz shulardan iborat.